Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi fanidan budjet tashkilotlari buxgalteriya hisobining subyektlari, ularning vazifalari, huquqlari va javobgarligi. Avvalambor budjet tashkiloti deganda nima tushuniladi? Budjet tashkiloti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish bilan bog'liq bo'lgan o'z faoliyatini amalga oshirish uchun davlat budjetidan mablag' ajratish nazarda tutilgan va bu mablag' moliyalashtirishning asosiy manbai hisoblanadigan vazirlik, davlat qo'mitasi, idora va davlat tashkilotidir. Budjet tashkilotlari quyidagilar hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va boshqalar. Vazirliklar hamda ularning quyi bo'g'inlari. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahar hokimiyatlari hamda ularning quyi boshqarmalari. Davlat nazorat organlari. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura, sud va hokazolar. Davlat mulk qo'mitasi, ta'lim sohalari, ya'ni institutlar, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalari va hokazolar. Sog'liqni saqlash sohalari, tibbiyot muassasalari, sanatoriylar, poliklinikalar, qishloq tez tibbiy yordam muassasalari va hokazolar. Milliy ma'rifiy muassasalar. Bundan tashqari nobudjet, ya'ni budjetdan moliyalashtirilmaydigan tashkilotlar bo'lib quyidagilar hisoblanadi. Ya'ni budjet tashkilotlari hamda nobudjet demak tashkilotlar ham mavjud bo'lib, nobudjet tashkilotlar quyidagilar hisoblanadi. Fond shaklidagi tashkilotlar: Ekosan xalqaro jamg'armasi, Qizil yarim oy jamiyati, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi va boshqa uyushmalar, xo'jalik yurituvchi subyektlar, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, xususiy korxonalar, yakka tartibdagi tadbirkorlik, kompaniya, konsernlar, qo'shma korxonalar, banklar va shu kabilar. Budjetdan moliyalashtirilmaydigan barcha tashkilotlar faoliyatning xilma-xil turlari bo'yicha yangiliklarni joriy etishning tezligi shunday muomalalar va vaziyatlarga olib kelishi mumkinki, bunday muomalalar va vaziyatlar bo'yicha buxgalteriya hisobi milliy andazalari BXMA hali ishlab chiqilmagan. Bunday holatlarda moliyaviy hisobotning xosliligiga hisob siyosatini tanlash va qo'llanish yo'li bilan erishiladi. Bunday siyosat xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan ushbu andazaga muvofiq ravishda mustaqil ishlab chiqilishi lozim. Hisob siyosati budjet tashkiloti moliyaviy hisobotini tayyorlash va tuzish uchun foydalaniladigan maxsus tamoyillarni, konventatsiyalarni, tartib va amaliy yondashuvlarni ifodalaydi. Budjet tashkiloti ham hisob siyosatini shakllantirish vaqtida mazkur tashkilotning ishlash, ish yuritish mexanizmini eng maqbul variantlarini hisobga olish va me'yoriy huquqiy hujjatlar talablari asosida tuzilgan bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining buxgalteriya hisobi to'g'risidagi qonunga muvofiq buxgalteriya hisobi va hisobotni tashkil etish 1998 yil 26-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan 17/86 xati hamda 1998 yil 14-avgustdagi O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan 474-buyrug'ini inobatga olib
Budjet tashkiloti hisob siyosati va moliyaviy hisobotni birinchi sonli buxgalteriya hisobining milliy andazasiga muvofiq hisob siyosatini tashkilot miqyosida ishlab chiqishdan boshlanadi. Bu mavzu bo'yicha mana shularni aytib o'tishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.